Assalomu alaykum hammaga. Demak, sizlar bilan Lutfullayev Shukurli. Demak, Savchenko masala to'plamini video yechim qilishda davom etamiz. Bugungi ko'radigan yana bir masalamiz ajoyib yulduzchali masala. O'sha 2-3-28-masalani ko'rib chiqamiz. Demak, masala shartini o'qib eshittiraman. Demak, vertikal joylashgan silliq va qattiq spiralda M massali sharcha sirpanmoqda. Demak, spiral sirtmog'i radiusi R, sirtmoq radiusi degani spiral bunday o'zi spiral chizadi, lekin bunaqa aylana qilib ustki qismidan qaraydigan bo'lsak, mana tepa qismidan qaraydigan bo'lsak, xuddi bir silindrga o'xshash narsani ko'ramiz, to'g'rimi? Oddiy spirallardan. O'sha radiusi, o'sha silindrsimon ustidan qaragandagi aylana radiusi R ekan. Spiral deyapti, qadami, ya'ni qadam deganda qo'shni o'ram orasidagi masofa kichkina h. Bu yerda rasmda ham ko'rsatilgan kichkina h nimaga tengligini. Sharcha vertikal bo'ylab h balandlikka tushgan vaqtda, ya'ni o'sha qandaydir tepa vaziyatdan h balandlikdan tushgan vaqtda, qandaydir tushib bo'ldi o'zi. Tushgan vaqtda demak nimani so'ralyapti? Spiralga qanday kuch bilan ta'sir qiladi deyapti. Ya'ni spiralga qanday kuch bilan ta'sir qiladi degani o'sha spiraldagi harakati yo'nalishi bo'ylab qanday kuch ta'sir qiladi degani. Tushunarli? Demak, sharchaning boshlanish tezligi 0 ga teng ekan. Xo'p, masala juda ham ajoyib masala hisoblanadi. Chizmasi ham berilganligi uchun chizmani qayta chizib o'tirmadim. Buni qayta chizsa ham bo'lardi, lekin qayta chizib o'tirmadim. Tushundik deb o'ylaymiz. Xo'p, men ko'rsataman endi masalani yechish tartibini. Demak, masalani raqamini yozib olamiz. 2-3-28 yulduzchali masala. Bu masalani tartibi. Endi qanaqa qilamiz? Bu yerda masalan spiralda har bitta qadam bor-ku, qadam degani yuqoridagi o'ram bilan bunday aylanib kelib turib, M massali sharcha pastdagi o'ramda aylanish momenti orasidagi masofa kichkina h. Bitta kichkina h masofaga tushgan momentda u sharchani yurgan yo'lini hisoblashimiz kerak bo'ladi va shu orqali sharcha, ya'ni spiralni pastga qarab qiyalanish burchagini hisoblasak bo'ladi. Tushunarli? Pastga tomon qiyalanish burchagini hisoblasak bo'ladi va quyidagicha chizib olamiz. Masalan, bitta spiral o'rami misolida qaraydigan bo'lsak, demak, bizda h mana bu masofada. Demak, kichkina h mana bu masofa. Demak, mana buni radius deb qaraydigan bo'lsak, R radius deb qaraydigan bo'lsak, mana bu markaz. Radius deb qaraydigan bo'lsak, mana shu narsani yoysak, spiral uzumini qiyalanish burchagi orqali yoysak, mana bu ko'rinishga keladi buni. Bunaqa masalalarda Benrikov yoki Gubkina shunga o'xshash kitoblarda ham ba'zi masalalarda uchraydi. Mana bu burchakni teta deyman. Bu teta burchak o'sha spiralda qiyalanish burchagi. Demak, mana bu balandlik h bo'ladi. Bunaqa yoyganimizda 2πr mana bu masofa bo'ladi. Gorizontal masofasi. Shunda Pifagor teoremasiga ko'ra mana bu masofa, demak, bizda h kvadrat plus 2πr da qaus kvadratini ildizi bo'ladi, to'g'rimi? Demak, qiyalanish burchagi bizda teta burchak. Teta bu spiralni qiyalanish burchagi.
hisoblanadi. Menimcha tushunarli. Xo'p, demak shunda kosinus yoki sinuslar bemalol topib olsak bo'ladi. Shular topib qo'yaman. Demak kosinus tetamiz bizda 2πr taqsim nima bo'ladi? O'sha gipotenuza unumga h kvadrat plus qavs ochib o'rayotganmiz 4p kvadrat r kvadrat qo'yaman. Xo'p, shu orqali keyin sinus tetani ham ishlatamizmi yo'qmi? Keyinchalik ko'ramiz. Uni yozib qo'yay qani. Bizda sinus teta h taqsim ilzosda h kvadrat plus 4p kvadrat r kvadrat ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shu ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, demak kosinus teta bilan sinus tetani topib oldik. Endi shu narsadan foydalanib turib, masalani ishlashda davom etamiz. Xo'p, endi bitta spiraldan aylanib, qiyalanib o'sha tushish momentini ko'raylik. Shuni. Xo'p, qanday bo'ladi? O'sha narsani chizib olaman. Mana bitta spiralda aylanasini chizaylik. Mana bitta spiral aylanasini mana bunaqa ko'rinishda yondan ko'rinishi. Endi bunga urinma qilib turib, bitta tushish momentini chizamiz mana. Mana tushish momentida spiralda jism mana bu vaziyatdan tushib ketish momenti spiraldan bu yoq aylana. Endi mana shu gorizontal mana bu ustki qismidan qaraganda aylana bilan ikkalasi kesishgan joyda mana bu yerdan o'tish momentini ko'raylik. Mana shu yerdan o'tyapti. Pastga qarab o'tyapti. Demak, jismning tezligi pastga tomon yo'nalgan mana bu spiral bo'ylab yo'nalgan v deb qaraydigan bo'lsam, o'sha qiyalanish burchagi deganda mana bu burchakda. Mana bu teta burchak qiyalanish burchagi, ya'ni gorizontal aylanadan qiyalik bo'ylab bunday tushib ketish. Qiyalanish burchagi. Demak, buni tezlik proyeksiyasini hisobga olaman. Mana proyeksiyalasam x o'qiga qarab. Demak, buni v qanaqadir x desam bo'ladi, vx. Mana bu yerdan yozib qo'yaman. Vx nimaga teng? V kosinus tetaga tengligi ma'lum, bu aniq. Xo'p, endi aylana markaziga tomon yo'nalgan bizda nima bor? Markazga intilma kuch bor, to'g'rimi? F m. Markazga intilma kuch bor. Markaz mana bu yerda desam, o'sha spiralda aylanasi markaziga tomon markazga intilma kuch bor. Yana qo'shimcha tarzda markazga intilma kuch nima bilan perpendikulyar? Mana bunday qilib qo'yaman. F markazga intilma kuch perpendikulyar Vx ni bilamiz. Bu o'sha aylanma harakatdan hammaga tanish tushuncha. Ya'ni markazga intilma kuch aylana bo'ylab urinma tezlikka perpendikulyar bo'ladi, to'g'rimi? Endi og'irlik kuchi ham bor. Bundan tashqari og'irlik kuchini ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Pastga qarab tomon yo'nalgan. Og'irlik kuchini sal uzoqroq chizdim. Og'irlik kuchi ham bor, mj. Va bu e'tibor beraylik, og'irlik kuchi faqat o'sha yer tomon mana pastga vertikal yo'nalgan. Endi buni ham o'z navbatida proyeksiyalaymiz. Sababini tushuntiraman. Nima uchun proyeksiyalayapman? Chunki spiralda o'sha mana spiral sima deylik, spiral v tezlik deylik, v tezlikka perpendikulyar kuchni hisobga olishim kerak bo'ladi-da, perpendikulyarlashtiraman. Kuchlarni o'zaro perpendikulyarlashtiraman. Tushunarli? Mana buni ham proyeksiyasini hisobga olsam, mana bunday proyeksiyalasam, bunday tushiraman. Gipotenuza mj bo'ladi. Mana bu teta, mana bu yer 90 teta va mana bu yer tetaligi ma'lum. Xo'p. Demak, mana bu kuchni qanaqadir F1 desam, F1 nimaga teng bo'ladi? Mj kosinus tetaligi ko'rinib turibdi.
Endi mana bu F1 kuchimiz o'z navbatida markazga intilma kuchga ham perpendikulyarda. Mana uch o'lchamli deb qaraydigan bo'lsak, x o'qi bo'ylab markazga intilma kuch yo'nalyapti va unga perpendikulyar, vertikal pastga deya olmayman. Unga perpendikulyar nima kuch yo'nalyapti? F1 kuch yo'nalyapti. F1 kuch, ya'ni og'irlik kuchini proyeksiyasi yo'nalyapti. Xo'p, endi men markazga intilma kuchni baholab olishim kerak. F markazga intilma kuch hamma biladi, hammaga ma'lum. Nima bo'ladi? M va x bo'ladi. Vx kvadrat taqsim r bo'ladi. M va x kvadrat taqsim r. Shu narsani keltirib qo'yadigan bo'lsam, m va x o'rniga v kvadrat kosinus kvadrat teta taqsim r bo'ladi. Endi savol, tabiiy savol tug'ilishi mumkin. V qanaqa tezlik? V bizda savolda so'ralayotgan joyidan hisoblaymiz-da. Jism deyapti vertikal h pastga, ya'ni katta h sharcha vertikal bo'ylab h masofaga tushganda qanday kuch ta'sir qiladi deyapti-ku. Demak, bizda boshlanish tezlik 0 edi. Katta h balandlikdan pastga tushganda qanaqadir tezlikka ega bo'ladi. O'sha tezlik topishim uchun albatta energiya saqlanish qonunidan foydalanamiz. Demak, energiyaning saqlanishidan foydalanamiz deylik. O'sha energiya saqlanish qonuni mgh balandlikdan tushganda, o'sha tepada balandlikda turganda potensial energiya tushgandan keyin nimaga aylanadi? Kinetik energiya aylanadi. Bundan foydalansam, bizda v kvadrat kelib chiqadi. 2gh. 2gh ligi nima kelib chiqadi v kvadrat. Xo'p, juda ham yaxshi. Mana bu narsa bizga kerak bo'ladi. Buni ishlatamiz. Mana bu tepada ishlatamiz. Kosinus kvadratda ham albatta ishlatamiz. Shunda f markazga intilma kuchni hisobga oladigan bo'lsam, m v kvadrat o'rniga keltirib qo'yaman. Keltirib qo'ysam nima kelib chiqadi? 2gh taqsim r, mayli, r maxrajidagi r deb yozib oldim. Keyin kosinus kvadrat o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, kosinus kvadrat o'rniga 4pi kvadrat bo'lib ketadi, to'g'rimi? Xo'p, kosinus kvadrat o'rniga Xo'p, kosinus kvadrat o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, qanaqa ko'rinishga keladi? 2pi r ni kvadrati bo'ladi taqsim. Bu maxrajda ham kvadrati bo'ladi, albatta h kvadrat plus yana 2pi r ni nimasi bo'ladi? Kvadrati bo'ladi. Buni biroz soddalashtiraman. 2pi r kvadratga bo'lib yuboraman surat maxrajini. Demak, m taqsim r ko'paytiruv 2gh ko'paytiruv kasr chizig'i tepadan ketdi. Demak, suratda 1 qoladi. Maxrajda qanaqa ko'rinishga keladi? 1 plus h taqsim 2pi r ni nimasi bo'ladi? Qavs kvadrati bo'ladi. Qavs kvadrati. Mana bu ko'rinishda yozib nima qilsak bo'ladi? Yozib olsak bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. To'g'rimi? Markazga intilma kuchni shu ko'rinishda yozib oldik. Endi F1 da qanday yoza olaman? F1 da
mg kosinus teta deb yozib oldik. Buni o'rniga keltirib qo'ygan bo'lsam, mg turadi. Kosinus teta o'rniga 2πr taqsim. Demak, kasr chizig'i bizda ilzosda h kvadrat plus 2πr da nimasi bo'ladi? Cos kvadrati bo'ladi. Xo'p, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, e'tibor beramiz. Bizda natijalovchi kuch vektor ko'rinishda yozsam, f1 vektor plus fm, ya'ni markazga intilma kuch vektor yig'indisi bo'ladi. Ya'ni spiralga ta'sir qiluvchi umumiy kuchda bu. Spiralga ta'sir qiluvchi umumiy kuch. Spiralga ta'sir qiluvchi umumiy kuch. Bu vektor ko'rinishi. Vektor formada. Vektor ko'rinishi deylik. Formasi mana. Vektor formasi. Endi biz bilamizki f1 bilan tepada ham aytib o'tdim, fm perpendikulyar. Ya'ni shunaqa ekanligini inobatga olamiz. Ya'ni perpendikulyar ekanligini inobatga olsak, Pifagor teoremasiga tushib turibdi. Ya'ni f natijaviy deylik, natijaviy demaylik, f deylik, f kvadrat f1d kvadrati plus fmd kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Demak, buni ham juda ham soddalashtiradigan bo'lsak, f1 ham kvadratga oshiraman, nimani ham kvadratga oshiraman? fm ni ham kvadratga oshiraman. Xo'p. Mana shu yerda hisob kitobini qilib ko'rsatib beraman. F kvadrat barobar f1 kvadratga oshirsam mg ning kvadrati ko'paytiruv 2πr ning kvadrati taqsim h kvadrat plus yana 2πr ning kvadrati bo'ladi. 2πr ning kvadrati bo'ladi. Plus ana endi bu narsani qanday soddalashtirsam bo'ladi? Mana buni kvadratini hisoblab yozaman. Ya'ni mg ning kvadratini alohida hisoblayman. Mg ning kvadrati, mg ni chiqarib olsam 2h taqsim r. Ko'paytiruv 2h taqsim r da ham kvadrati ko'paytiruv kasr chizig'i bor bizda. 1 kvadrati 1, shuning uchun uni yozmayman. Mana katta qavs 1 plus h taqsim 2πr da qavs kvadratini to'rtburchak katta qavs ichidaman. Buni ham kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Kvadratga oshirdim. Demak, bizda umumiy xossalarga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, nima qilamiz buning uchun? Demak, ildizga borsam mg chiqib ketadi, bu aniq. 2πr kvadratini 2πr 4-chisidan 2πr kvadrat ham chiqib ketadi suratdan. Buni bitta soddalashtirib olaman. Barobar mg ning kvadrati chiqib ketsa, demak bizda yana nima qolyapti? Ko'paytiruv 2πr ning
kvadrati ham chiqib ketadi. Ko'paytiruv qavs ochamiz. Ko'paytiruv kasr chizig'i 1 qoladi. H kvadrat plus 2pr kvadrat qoladi. Buni ham chiqarib olsak bo'lar ekan. Buni ham chiqarib hisoblasak bo'lar ekan. Noda tursin. Plus bu yoqda nima qolyapti? 4h kvadrat taqsim rd kvadrati ko'paytiruv 2pr kvadrat, ya'ni 2prd kvadrati taqsim xo'p 4 burchak qavs ochaman. 2prd qavs kvadrati plus h kvadratni yana kvadrati qoladi mana. Mana katta qavs. Mana bu ko'rinishi soddalashdi. Ko'rinib turibdi. Yana mahrajdan h kvadrat plus 2pr kvadratini ham chiqarib olsam bo'lar ekan, to'g'rimi? R kvadratlar ketadi tepadan. Demak, ko'rinib turibdi bizda mj ni kvadrati ko'paytiruv 2prd kvadrati taqsim mahrajdan ham chiqarib olsam bo'lar ekan. H kvadrat plus 2prd qavs kvadratini chiqarib olsam bo'lar ekan. Keyin qavs ochaman. Bu yerda 1 qoladi. 1 plus r kvadratlar ketsa 4 16 bo'ladi. Ya'ni 4ph deylik. 4ph kvadrati taqsim demak mahrajda mana buni bittasi qoladi. Qavs ichida 2prd kvadrati plus h kvadrat qolyapti. Mana bu ko'rinishda qolyapti. Xo'p. yoki shunaqa qilsam. Xo'sh. Xo'p, buni umumiy f ni topib qo'yaman. F barobar bo'ladi. Ildizga oladigan bo'lsam 2pr ko'paytiruv mj taqsim h kvadrat plus 2prd kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Bu ildizda bo'ladi. Keyin bu ham ildizda bo'ladi. Ildizda 1 plus mahraj berib chiqarib olsam, bu ham chiqar ekan-ku. Mana bu yerda ildiz yo'qoladi. Yana ham mahraj berib chiqaraman. Bu yerda ko'paytiruv
umumiy mahraj bersa mana bu yerda 1 plus bo'lmaydi. H kvadrat plus 2pr kvadrati plus 4p hni nimasi bo'ladi? Kvadrati bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda javobni chiqaramiz bizlar. O'sha nimaga ta'sir qiluvchi kuchni topdik-da. Bu javob. Spiralga ta'sir qiluvchi kuch shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda katta qavs bor-ku, mana bu yerda shuni soddalashtirib olib, umumiy mahraj berib, mahrajni ham chiqarib olib, bitta ildiz olsak, mana bu qavs kvadrat albatta o'z-o'zidan yo'qoladi. Mana bu ko'rinishda keladi. Masala yechildi. E'tiboringiz uchun rahmat.